Naqsha pulni beraman-da, olib qolaman. Bunga 500 ming so'm qo'yib sotib ko'raman, harakat qilaman sotishga. Kim olsa 500 ming so'm qo'yib sotaman. Bilmayman lekin buni narxini. Mana ochiqcha ko'ring, bilmayman. Yo'q, 30 da yaxshiroq mashina beradi. Ha, endi holatini ayta olaman. Holati normalligini ularlar bo'lgan ekan. Xohlasan qiling hali Akmaljon. 17 million deganda. 18 million mayli beraman, bersangiz. Ko'nglingiz 20, lekin 20. Men qarang, ko'rgansiz, lekin biron marta ko'rgansizmi shunaqa mashina olganimni? Yo'q. Olmaganman. Bu mashina Qashqadaryoga o'zibdi. Bu ham sizga. Bu ham menga. Endi kim olsa, xudo xolasa to'g'ri unga borib topshiraman. Sapchasi masalan 2009 da bergan deymiz, biron marta bir sapchasi uchun to'xtab qolgan mashina emasda. Lasetti sapchasi tushadi. Topiladi, hammasi topilib ana biladi. Momo bo'lgan yosh paytda. Hammasi tushadi aka. Lasetti birga bir tushsa kerak-da endi. Tushadi endi. Konsertlar ham ishlaydi, hozir lekin priyom yo'q. Bir ikkita uchta odam so'radi, konsert ishlaydimi, aytib ishlaydi, motorlari radiatorlari. Siz nima aka? Baxtiyor aka, ko'nglingiz 20 millionmi? Bir guring aytaman, aytib ko'raman, kim olaydi. Men ham aqlim yetmaydi-da, nima deydi? Aqling yetmagan narsani nima qilasan, yopishib deydi, o'shanday bo'laman-da hozir. 25 ta qilsak bo'lmaydi. 20 deb ham aytaylik aka, ishoning. Ha, 20 beragansiz, 18 ga beraveringda. 2 million qoldi. Niyati, sizdan bironta mashinani o'zi olib. Ya xo'p, hozir 20 rozi bo'lsangiz 18 naqdini ko'rib o'zimga beravering. 500 ming qo'yib sotaman, ochiqcha ko'ring. Tavakkalchini olaman, nima deysiz? Mana bir odam qachon ko'rgansiz aka mashina olgisi kelmay olgan. U baribir tushunmaydi bu mashinaga. Tavakkal so'rayapti. Bering 18 million naqd pulga. aytyapmiz. Injiqlarni savdo qilish niyatim yo'q. O'zbekistonda o'zim mana aldamayman birovga. Aldamaysizmi? Bo'lsa aldamasangiz 19 million beraman. Aldamaganingizda yo'q. 20 million emas, 19,5 million men sotaman, 20 million sotaman. Yo'q. Ishoning. Yo'q, men roziman, mendan men roziman. Rozimisiz? Roziman, lekin men 19 million naqd pulni oling. Tepdik 20 million. Aka, men tushunmaganimga bir savdo qildim-da. Tushunib turgan bo'lsaydim, yopishib olacaqdim. Men balkim arzon olayotgandirman, balkim qimmat Alloh biladi uni, bilmayman. Shu mashinani biladigan odam biladi. O'tgan bitta Cobalt bilan anav qilib olib berdik mo'xshar. O'sha Cobalt egasi 34 million qancha bank pulini o'shanga hisoblab olaman deganda yo'q deganimda. O'shanga mayli, bu yil mayli mashina tushdi, to'g'ri. Xo'p, aka. Baravar 20 million. 19 million bering, men 500 ming so'm qo'yib sotaman shunga. Ochiq yuring 19,5 sotaman. Ikkovimiz ham bir-birimizga yomon aytmaymiz. 19 million 500 ming qilib katta qilib yozib qo'yaman shu mashinaga. Bu o'zi bitta stanga bo'yicha. Qarshi bo'yicha bitta bo'lgan, men stanga bo'lgan bitta bo'ladi. Buni narxini 20 million ham deya olmayman. 19 million 500 kim olsa sotaman shuni. Faqat rozi bo'lib bering. Rozimisiz? Xo'p, arzonini aytaman. Otini nima dedingiz? Dayvon Nubira. Dayvon Nubira. Polli kraska 99-yil, Lasetti zapchas birga bir tushagan, motor 1.6 motor. Propan gazi bor, konditsionerlari bor, ishlaydi konditsionerlar ichi. Qadanga qolgansiz. Qadanga qoldi. Charsabizdanmiz. Gap tugamas. Aka qarang, 19 million so'mga sizdan oldim. 500 ming so'm qo'yib sotdim men bu yigit kelib oldi Charsabizdan aka. 500 ming so'm hozir men ishladim. Siz o'shanga rozimisiz? Rozi bo'ling. Xo'p. Aka, sizga 500 ming so'm qo'yib sotdim. Ko'rdingiz-a? Rozimisiz? Mana barakasi aka.